Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun biz siz bilan viktorina biologiya tadbirimizning birinchi, ya'ni ochilish marosimini boshlayapmiz. Birinchi soni bu. Bugun biz o'sha iqtidorli talabalarimiz kelgan mana aka. Dastlabki ro'yxatdan o'tgan talabalarimiz bor. Biz buni G'aniy va ustoz bilan olib boramiz. O'tgan yili bo'lgandagi kabi barchangiz xabardorsiz. Demak, shart shunday bo'ladiki, avval birinchi bosqichda doskada savol chiqadi, ya'ni atamaga izoh chiqadi. Siz o'sha atamani topishingiz kerak bo'ladi. Demak, bugun birinchi songa sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. Endi so'z navbatini G'aniy ustozga beramiz. Viktorinaga juda yaxshi tayyorlanib, hattoki xonalarni ham qandaydir bayramona kayfiyatda tayyorlabsizlar. Buning uchun juda xursandmiz va hamma talabalarimizga omad tilaymiz. Hammangiz bilimingizni bugun namoyon qiladigan bellashuvda hammangiz kurashib g'olib bo'lishingizga hammangizga omad. Talabalardan fikr eshitaylik. Bugungi tadbirimizni, viktorina tadbirimiz juda ham yaxshi tayyorgarlik ko'rib keldik. Hammaga omad tilayman. Bo'lmasa bitta jiribovka qilib olamiz va boshlaymiz bo'lmasam, xo'pmi? Kim bilan kim tushganligini o'qib bersangiz. Xo'p. Qani hamma talabalar tayyor bo'lsa, hozir qaysi talaba bilan bellashadi, ismlaringizni o'qiyman. O'zingizni raqib nimangizni eslab qolishga harakat qilasiz. Xo'p, Marjona Rustam bilan, Gulnoza Laylo bilan, Sohiba Parizod bilan, Shahrizoda Aminjon bilan, Dilnoz Dilshod bilan, Mahbuba Mohinur bilan televiktorinada bellashadilar. Demak, hurmatli ishtirokchilar, biz videoga yaxshiroq chiqish uchun bu yerga 2 kishini o'tirg'izib qo'ydik, qolganlar orqada turibdi. Bunday bo'lsa, birinchi savoldan boshlayman. Yonma-yon o'sayotgan o'simliklarning qo'shilib o'sib ketishi bog'dorchilikda payvandlash usullaridan biri hisoblanadi. Olma daraxtlar nok uzumda bo'ladi. Kim bilsa birinchi aytaversin. Ablaktirovka ikkalasi ham birdan teng aytdi. Inglizchada absizos bu modda barglarini to'kilishini tezlashtirishga, lotinchada adaptatsiya so'zdan olingan bu o'simliklarning stressiz sharoitda bo'lishi yoki bo'lmasligidan adaptatsiya to'ppa-to'g'ri. O'simliklar uyushmasiga tasodifan tushib qolgan turlar. Adventiv turlar edi, to'g'ri. Tuproq bilan atmosfera va tuproq qatlamlari orasida gazlar almashinuvi jarayoni havoning biror muhitga tabiiy sun'iy kirishi. Aeratsiya topdi. Demak, savollarimiz tugadi. Nechta teng bo'lib qoldi? 3 ta 3 bo'lib qoldi. Bitta savol beramiz. Kim topsa, demak keyingi bosqichga o'tgan bo'ladi. Marhamat. Havo va ayron xema. Yashang. Kim o'tdi? Gulnozani tabriklaymiz. Faqat havo namida erigan oziqa moddalari hisobiga o'suvchi o'simliklar nima deb ataladi? Aerotlar. Rustam birinchi topdi. O'simliklarni tuproq sharoitida o'stirish usuli aeroponika. Marjona topdi. O'simliklarning ildizi yoki tanasini kislorodga boy havo aerotrofizm. Ikkalasi ham topa olmadi. Oxirigacha o'qisam balkim topgan bo'lar edi. Ketdik. Qizil suv o'tlar. Agar Marjona topdi, o'simliklarda biror o'zgarishni yuzaga keltiruvchi omil. Agent omil. 5 taga 2 ta Marjona keyingi bosqichga o'tdi. Rahmat. Sohibadan Parizod, tayyormisizlar? Odamlar tomonidan yaratilgan sun'iy o'simliklar jamoasi nima deb ataladi? Agrofitogenozlar. Sohiba to'g'ri topdi. Sohiba bu insonning qishloq xo'jaligi faoliyati bilan o'zgartirilgan butun yer hududini birlashtiruvchi global tizim. Agrosfera. Yaqinlashdi, lekin topolmadi Sohiba. Lotincha aka uchun yunoncha klima iqlim. Bu organizmlarning aklimizatsiya. O'zbekchasida agroiqlim desa ham bo'ladi. Bu o'simliklarning gen ekspressiyasi, metabolizmi, fiziologik funksiyalari va gamiostazdagi o'zgarishlarga ta'sir qiluvchi aklimatsiya.
Akrimizatsiya. To'g'ri. Farizat topdi. Bu asosan yer usti organlarida ko'p miqdorda og'ir metallarni to'plash qobiliyatiga ega bo'lgan o'simliklar. Ularning tuprog'idagi konsentratsiyasi ko'p marta yuqori. Shu akkumulyator o'simliklarda. Akkumulyatorli o'simliklar. Biz büyükler zürriyadımız. Oqibani kimyoviy cho'zganlik bilan ta'minlaydi. Aslida turli alkaloidlar uchraydigan zaharli yoki dorivor o'simliklar nima deb ataladi? Alkaloidlar. Yo'q. Alkaloidli o'simliklar. Ha, demak, Amijon topdi. Taqizada ham topdimi? Topmadi. Alkaloid topdi. Demak, allenon o'zaro ta'sir so'zlaridan Allopatiya. hop, gulning boshqa o'simlik guli bilan urug'lanishi. Allogami. Allogamiya. Ha. Taqizadaga bir bor yaxshi. Urug'chining shu turdagi boshqa qo'shni guldan yoki boshqa turdagi guldan changlanishi nima deb ataladi? Allogamiya changlanish. Chetdan changlanish. Chetdan changlash allogamiya. Hop. Amijon topdi. Dilshod bilan Dilnoza. Tayyor bo'lsak, boshlaymiz. Hop. Ketdik. Demak, ikkala tomon yoki Antistomatik. antistomatik olsa, stoma degani bu og'izda rahmat. Demak, inson o'simlikdagi konsentrik naychalar to'dasi. Amfivizial naychalarimiz. Antivizial naychalar to'dasida Dilshod topdi. Demak, o'tkazuvchi meristema, pleymani ksilema o'ragan konsentrlashgan o'tkazuvchi bog'lam. Bu ham amfivizial o'tkazuvchi bog'lam hisoblanadi. Yana ikkalasi ham topdi, ikkalasi ham. Faqat Dilnoza juda sekin gapiryapsiz. Balandroq aytishga harakat qiling. Savolni o'qiyman. Azotli organik moddalarning ammiak ajratib parchalanishi. Ammonifikatsiya to'g'ri. Dilnoza topdi. Qoyasi osilib o'suvchi o'simliklar. Ikkinchi ta'rif Ampel o'simlik. Ampel o'simliklar to'g'ri. Dilnoza topdi. Keyingi savol. O'simliklarning sovuqqa qarshi o'zlaridagi hayotiy jarayonlarni to'xtatib yoki mahsuldorlik Anabiyoz jarayoni. Ha, to'g'ri. Savolni ham oxirigacha eshitmadi. Mahsuldorlikni kamaytirish bilan ko'radigan oxirgi chorasi Dilshod aytganidek, bu anabiyoz holatidir. Demak, Dilshodda 5 ball, Dilnozada 3 ball. Demak, Dilshodda ma'qullar. Tayyormizmi? Demak, bu hujayralar va to'qimalarning tarkibiy qismlarini shakllantirish va yangilashga qaratilgan organizmlardagi kimyoviy jarayonlar to'plami. Bu energiya to'planishi bilan oddiyroq molekulalardan murakkab molekulalarni sintez qilishni o'z ichiga oladi. Hop, javoblaring bo'lmasa, davom ettiraman. Anabolizm yoki assimilyasiya. Mahbub topdi. Uglevodlarning anaerob sharoitda parchalanishi. Anaerob sharoitda. Menimcha anaerob nafas glikoziz sharoitsiz mikroorganizmlar va zamburug'lar tomonidan ishlab chiqariladigan boshqa mikroorganizmlarni o'ldiradigan yoki ularni rivojlanishini to'sqinlik qiladigan moddalar. Modda haqida gap ketyapti. Antibiotikalar ekologik topolmadik. Keyingi savol. Organizmdagi zararli moddalarga qarshi kurashadigan biologik oksidlovchilar. Anti nima? Antitoksiklar. Antioksidantlar. Mahsulot topdi. Mahsulot topdi. Ketdik. Ikkita moddaning bir vaqtning o'zida membran orqali turli yo'nalishlarda transport yo'q, antitransportga yaqinlashingiz antipod. O'zi yuripod, antipod borada antipod. To'g'ri. Vitaminlarni faollantiradigan moddalar. Antivitaminlar to'g'ri. O'simliklarning hujayra shirasi bo'ladigan to'q qo'ng'ir pigmenti. Antifentin. Antifoyinni demak, xalqdan nima to'g'riroq aytdik, Ilhom ham aytdi, lekin noto'g'riroq talab qildi. Ayrim o'simliklarning hujayra shirasidagi ko'k, qizil, safsat tus beradigan pigmentlar guruhi.
Antitoksian. Antitoksian. Endi bu safar teskarisi bo'ldi. Ilhom bo'g'inlab aytdi. Bu organlarning apikal o'sishini ta'minlovchi birlamchi meristima bilan ifodalanadigan kurtak yoki ildizlarning uchi. Apix. Apik Ilhom aytdi, lekin apikal degan javobi shoxsan. Ikkalasi ham bir ballon desak bo'ladi. Biri o'zbekcha, biri ingliz tilida aytdi. Faqat qoya va ildizlarga vegetativ yoki generativ qismlarni yuzaga keltiradigan to'qima. Apikal. Apikal Meristema. Topolmadi. Chunki meristema degani bu qotir qiluvchi to'qima. Qoya, noda va ildizlarning apikal meristema hisobiga o'sishi. Qanaqa o'sish? Apikal shox. Apikal o'sish. Tabiiy yashash joylaridan insonning xo'jalik faoliyati bilan bog'liq hududlarga ko'chib o'tgan mahalliy o'simliklar. Masalan, yamtoq, lolaqizg'aldoq, ular quyidagi guruhlarga bo'linadi. Ekinzor va ko'chatzorlarda o'sadigan vegetal apofitlar. Apofit. Apofitlar yoki Begona otlar. Xossa, lekin menimcha sen yo'q holda oxirgi savolga tayyor turamiz. Demak, ikkalamizni topolmasak, o'yinni ekandan chiqib ketamiz. Tayyormizmi? Pulning hujayra po'sti orqali harakatlanishi. Pulning hujayra po'sti orqali harakatlanishi. Kim aytadi? Apoplast. Harakat. Aytmoqchi edim men. Apoplast harakat. Ilhomda 4 ta javob, Shohida 3 ta javob. Endi keyingi bosqichni boshlaymiz. Bu bosqichda Marjona va Gulnozani raqobatlashtiramiz. Bilim darajalarini tekshiramiz. O'simliklarning genetik nav jihatidan qanchalik toza ekanligini, kasalliklarga, zararkunandalarga chidamliligini va ekishga mo'ljallangan urug'ning umumiy holatini aniqlash maqsadida dalada o'tkaziladigan tadqiqot. Ya'ni tarixdan oldingi davrlarga oid bo'lgan begona o'tlar. To'g'ri javob. Gulnozada. Keyingi savol. Fotosintez jarayonida tashqi muhitdan yuqori karbonat angidrid, suv va yorug'likni o'zlashtirib oluvchi hamda quyosh energiyasidan foydalanib, shu anorganik moddalarda organik moddalar hosil qiluvchi xlorofil hujayralari va ulardan tuzilgan to'qimalar. Assimilyatsiya. To'g'ri javob assimilyatorlar, ya'ni Marjonada javob. Oddiy molekulalardan murakkab molekulalarni sintez qilish reaksiyalari esa energiya bilan assimilyatsiya. To'g'ri javob. Gulnozada 2 ball, Marjonada 3 ball. Marjonani tabriklaymiz. Davronlarning zo'risan, sen umrlar bahorisan, sen umrlar Keyingi bosqichda Sohiba va Aminjonni birlashtirish sharti bo'ladi. Savol. Muhit tirik organizmlarni o'rab turgan va ularga bevosita yoki bilvosita ta'sir ko'rsatadigan Atrof. To'g'ri javob Aminda. Unga xos bo'lmagan va tirik yoki jonsiz komponentlarni har qanday kiritilishi, aylanish va metabolizm jarayonlarini to'xtatuvchi yoki buzadigan tarkibiy o'zgarishlar, mahsuldorlikning pasayishi yoki ushbu ekotizimning buzilishi bilan energiya oqimlari. Atrof muhitni ifloslanish. To'g'ri javob. Sohiba topda. Yunonchada auksona o'sish, ya'ni o'simliklar poyasi va ildizining apikal qismidan hosil bo'lgan bir guruh moddalar, ular poya, ildiz va bargning o'sishini tezlashtiradi. Auksin. To'g'ri javob. Aminjonda. Aminjon topda. 2 ga 1 ball bilan Aminjon oldinda turibdi. Savol qo'shib beramizmi yoki to'xtatamizmi? Nima deysizlar, ishtirokchilar? Bitta qo'shaylik. Keyingi savol. O'ziniki kabi so'zlarni anglatuvchi murakkab so'zning bo'lagi. Qo'shimcha haqida gap ketyapti. O'zi va o'ziniki kabi. Nima ekan? Avtoni o'zi. Demak, bu savolga to'g'ri javob bo'lmadi. Demak, 1 ga 2 ball bilan Aminjon olib bo'ldi. Tabriklaymiz. Ketdik. Savolni boshlaymiz.
O'simliklar organizmidagi to'qimalarning erishi. Avtolizmi. To'g'ri javob. Dilshod hisobda. Dilshodda to'g'ri javob. Keyingi savol. Anorganik moddalar yashil o'simliklarda karbohidrat, suv va quyosh energiyasidan foydalanib, fotosintez jarayonida glyukozani sintezlaydi. So'ngra avtotrof glyukoza energiyasi evaziga turli xil murakkab organik moddalar hosil qiladi. Aniqroq. Avtotroflar. To'g'ri javob Mohinurdan. Mohina. Yaxshi. Keyingi savol. Bir kuch yoki ta'sir ostida egilib turgan o'simlikning ta'sir yo'qolgach yana qayta to'g'irlanib olishi. Olishmi? Avtotropizm. Dilshodda to'g'ri javob. Dilshod hisobda. Keyingi savol. Mikroorganizmlarning molekulyar azotni o'zlashtirib, undan azotli birikmalar hosil qilish jarayoni. Azot fiksatorimiz, azot birikishimiz. Azot fiksatsiya. Azotli moddalarga boy tuproqda tez gullaydigan o'simliklar. Bularga sariq, makkajo'xori, kungaboqar, paxta, tamaki, qalampir. Azotli O'simliklar ko'rsatamiz. Dilshod to'g'ri javob, Mohinada ikkita to'g'ri javob. Marjona va Aminjon yarim finalga chiqqanlaringiz bilan tabriklaymiz. Endi savollarni boshlaymiz. Hammangizga omad. Tayyormisiz? Boshlaymiz. Kambag'al va Azot manfiy o'simliklar. Azotni neytral ekan. Marjonada to'g'ri javob. Chunki kam bo'lishi kerak edi. Savolni oxirigacha eshitmadilar. Keyingi savol. Tarkibida azot bo'lgan. Azot manfiy o'simliklar. To'g'ri javob. Savolni oxirigacha eshitishni talab qilaman. Azot manfiy o'simliklar. Buni Aminjon topdi. Men ham topdim ustoz. Amindonni eshitdimda. Shohida nima deysiz? Qaysi biriga ball beramiz? Klassdan topdi. Ishtirokchilar nima deydi? Ikkita savol qoldi. Keyingi savol. Molekulyar azotni o'zlashtirishga qodir bo'lgan Azot organizmlar. fiksatorlar. Azot Marjona. fiksatorlar. Javob. Oxirgi savol. Keyingi savol. Mikroorganizmlarning molekulyar azotni o'zlashtirib. Azotofiksatsiya. To'g'ri javob Aminjonda. Balllar teng bo'lib qoldi. 2-2. Kimdir hozir yutsa, keyingi bosqichga finalga chiqadi. Keyingi savol. Bakteriyali analar o'g'itlar. Tarkibidagi Bakteriyali o'g'itlar javob. O'qiyapmiz. Javobni ochinglarmi? Bakteriyalar o'g'itlar. Marjonadan 3 ball. Marjona tarbiyalanib keyingi bosqichga o'tgan. barglarning bir-biriga nisbatan quyosh nuri to'smay joylashishi. Bunday barg Tark mozaikasi. Dilshod. to'g'ri javob Dilshodda. Keyingi savol. 1 metr kvadrat tuproq uchun barg maydoni. Bargning kattaligi Tark kattalik indeksimi. Barg indeksi. Barg indeksi. Barg yuzasi indeksi. ipsimon traxeal tuzilishli slotlarda bo'linib o'sishni ta'minlaydigan hujayralarni ipning asosida joylanishi. Bazal. To'g'ri javob Dilshodda. So'ng hujayrasida chin chiqadigan joy ostidagi tana. Bazal tana. Ilhomda to'g'ri javob. Ilhomda to'g'ri javob. Keyingi savol. Dilshod tayyor qiling, oxirgi savol. Organizmlarning hayot faoliyati jarayonlarida energiyaning jamg'arilishi va sarf etilish faoliyatlarini hamda energiyaning bir turdan ikkinchi turga aylanishi. Biosferadagi energetika jarayonlarini o'rganamiz. Berib ketgan. Ilhomda to'g'ri javob. Lekin savollarni so'radi, demak Dilshod 3ta to'g'ri javob, Ilhomda 2ta to'g'ri javob. Dilshodni final bosqichiga chiqqanligi bilan tabriklayman. Hurmatli talabalar, barcha faol qatnashgan ishtirokchilarni tabriklaymiz. Bugun final bosqichiga demak Marjona va Dilshod chiqdi. Ikkalangizga ham keyingi bosqichlarda omad tilab qolamiz.